Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Mitka Gamer va Xoho Gamer. Biz ana bu o'zimning odamchan va xoxonani odami emas, chunki biz qanaqadir mod qo'shdik va o'zimizning odamlarimiz Steve bo'lib qolyapti. Xo'sh do'stlar, va biz bugungi videomizda mana bu xoxot bilan zombi apokalipsis video olamiz. Men sen videoni yo'q qilingacha uy topdim o'zimga. Ha, mana bu yo'q meni orolcham. Uymi men seni mak-makkilataman. O'zing makillab qolma yana. Xo'sh, biz videoni boshladik unda. To'xta, nima bu? Hozir videoni boshlamasak, zombilar kelib qolishadi. Ular boshqacha zombilar. Zombi apokalipsisdagi zombilar. Va bizga 3D qurollar ham bo'ladi. Ularni o'ldirsangiz, ulardan hattoki effekt ham chiqadi. Xo'sh, men birinchi navbatda verstaga yasashim kerak. Allaqachon o'tinlar buzib oldik. Videoni shu paytgacha boshlamaganimning sababi mana bu xoxo bilan men seni makillatdim. Mak degan gapni gapirma. Men bu yoqdan kon qaziyman. Agar kon Enfelmek bo'lasan hozir. Hozir men kon topsam-da. Hayır. Men ko'mildim. Hayır. Ham bitta teshik bor, ko'rmayapsanmi? Nechta teshik bor? Bitta. Xullas, men hozir kon topaman. Bitta bo'lsa ham katta teshik bor. Keyin narvon tasha, tushundingmi? Hop, no. Narvon tashlayman, narvon. Kon qazishni boshladi. Qani narvonni craft qani? O'sha palka kerak. Mana topdim. Palka ham yasaganman. Craftable qilib qo'yda, alqimay ana tepadagini. Al qilib yuboribman-da. Narvonni ol. Nashta tashlading-ku? 9 ta. Nechta blok qaziding? Вообще ko'p. Men hamma yog'ochimni ishlat. Mayli. Topki unda. Men shu yerda tashab ketasanmi? Allaqachon qorong'i bo'ldi. Xoxo. Mayli, konga tushamiz, tamom. Tosh ber. Tashbaqa, tosh ber. Menga joy yetmayapti. Narvon tashakin tosh beraman. Xuddi xirabringga o'xshagansan, oppoq ko'zlaring bilan bor. Ushlab bilsang ushlab bil. Ushlamaysan baribir. Balandroq gapir. Ovozing eshitilmay qolishi mumkin. Ushlab bilsang deyapman-da. Qani narvonniki? Mana ana bu yoqqa tosh tashab ketaman. Nega palka yetmayapti? Palka kerak bo'lsa. Bo'ldi, yetdi. Isqirt. Senga tosh. Sen o'zing isqirt. Tosh senga. Ishtagina narvonni deb o'layapsan-ku. Tosh senga. Toshni ber, toshbaqa. Sal qolsa yiqlaydim. Yo'q! O'lmadim. Mana bundoq chiqsa bo'lar ekan-ku. Pechka yasaymiz. Pechka. Zo'r narsa ekan pechka. Zo'r narsa emasmi? Qo'yil fon bu dedi. Qo'yil fon emasmi? Bu honor fon emasmi senga reklamadagi? Men o'tin chopib kelay, fakel yasash uchun kerak bo'lar ekan, nega? Yo'q. Hammasini negadir bekor craft qilib yubordim deb yuruvdim o'zim ham. Yog'och izlab shu yergacha kelarlarmi? Mayli, kunduzi bo'lguncha videoni to'xtataman. Kunduzi qilib yuborishunchaki nima kerak? Bo'lmaydi. Fakel hozir fakel olib kela olmasam umuman video bo'lmaydi. Bo'ladi, men qonga tushdim. Telefonni yarqisini baland qilay desam, zaryad ham o'zi past. Bir dona o'tin topsam bo'ldi. Baribir senga aytdim, sen craft qilma hammasini. Zombi yo'q. Yaxshi-ku, tezlash.
Zombi yo'q. Nimaga server? Boltam turgan joyda nima qilyapman men qo'lim bilan? Menda Mayli, faqat 3 ta granit oldim. chiqyapti. Granit? Ha, omadsizmanda. Granit. Ya uy quramiz undan olib qo'y o'shani ham. Granitdan uy. Unga ko'p sayqal bersan, uy uchun bo'ladi. Lekin baribir emaklab yuradigan zombi. Böyle meni kirkamsında narvon taşa. Böyle. Kirka tashlasamchi. Ha yo'q, o'zim kirka yasab olaman. To. Narvonim bor ekan bitta. 3 tagina tayoqcha bilan ana bu pishadimi? Yo, tayoqcha yoqmaymiz. Bo'ldi. Fakel yasayapman. Fakel. Bu yoqqa ham bitta tashay bor. Yo'q, tashama. Koordinatalarni yo'q. Koordinatalarni hozir yoqaman. Koordinatalarni game rule. Show coordinates true. Ha. Ne hal kon. Fakelni ushla. Tasha. Xafa bo'lma, faqat bitta. Blokda. Blokni arasiga tushib ketdi bu. Sani cho'ntagingga tushdi, to'g'ri. Sen ko'rmay qol. Keyinroq ishlatamiz. Iltimos qo'y, hech bo'lmasa yorug'likni ko'ray. Alo, tirik bormi, o'lik bormi? Ya, ko'rinding. Yedi. Obbo, men o'lib qoldim. Fakelni qo'yganiga afsuslanyapman. Bu yoqda qorong'i boshlandi o'sha. Men ana shu yerdan sakrab tushganimga afsuslanyapman. Menga bir Narvonni yarmini qo'ymabsan. Sen men shundoq sakrabman, kallam bilan granitga urildim. Menga bir stak narvon tasha. Menga kim o'qitdi? Yog'och yo'q menda ortiqcha. Ertalab chop kelasan. Bratishga ham xafa bo'lma. Men bratman, bratishga sensan. Hozir yana o'sha videoni o'chirgan paytingdagiday makillataman. Sen makillatmading, tushunding? Makillatdan degan so'zni yana bir bor ishlat. Makillatdim. Makakaga aylanib qolasan. Davay. Buni buzamiz. Do'stlar, bizda hozir kunduzi va zombilarga to'lib yotibdi. Sakra, ana bu yerda narvon bor agar. Yo'q, sakrama. Keyin daraxtni qayerdan? Xo'sh, bizning o'yindan maqsadimiz miltiq yasashdir. Ana shu miltiqqa yasash uchun narsa to'plab yuribmiz. O'sha uchun ham qo'nqazigan. Menga ko'proq yog'och kerak. Iltimos qisib joylaringizda o'tiring. Ular qo'li shu yoqqacha yetadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Ovozlaringga senlarni Oho, bularni bir yoqlik qilib olay, keyin yoningga boraman. Yonimga borma, undan ko'ra narvon keltir. Narvon keltirish uchun men daraxt chopib o'tiribman. Sen u yerda zombilarsiz kayf qilib yuribsan. Nima qilib qo'yganini bilasanmi? Shu konda asta kerakmas temir. Aytdim-ku, kamroq ovqat yedi. Unga emas. Astag'firulloh. Baland gapirgin. Mayli, menga bardiki kerak. Bor narsamni yasayman. Bor palkamdan hozir kirka yasayman. Kirka yasaysan. Mikrofonni og'zimga tiqma, ahmoq.
Og'zingga tiqmasam baland gapirmayapsan hozir. Tushib ketdi. Tushib ketdi. Batar bo'l. Yo, batar bo'l demagin. Sen uchun narvon yig'aman deb shuncha nima qilyapman. Sen esa o'tda o'tiribsan. Men hozir baza qilib zombilarni o'ldiraman. Sen o'tir. O'sha yoqdan chiqmay. Darrov yetgani qani ketib qopti. Uxdi. Va bunisi ham tushib ketdi. Mana qaytdi. Yog'och va bunisi ham tushib ketdi. Men bu yerda hech baloni ko'rmayapman. Sen u yoqda yorug'likda maza qilib yuribsanmi? Yo, zombilardan qochib bemaza yuribman. Ana. Olmos. Yo, buzishni bundan boshla. Va, bunisi ham tushib ketdi. Bunisi ham tushib ketdi. Hammasi tushib ketdi. Men bitta terib olaman. Men qasdimda bitta olaman dedi. Qasdim ham mana bu. Och ko'zlar. Men kon topdim, sen yur yoqqa, yur. Qilichim darrov sinyapti. Sinadi-da. Ular uchun vaqt sarflab o'tiribsanmi? Na, ko'ra dengizga yurib. Mayli, bu ikkitasiga achinmayman. 33 ta bor menda. Yog'och. Mana nima qilib o'tiribsan? men seni yoningga ketyapman. Yo'q, kelma. Narvonni tashla. Agar narvonlarimiz yetmay qolsa, ikkovimiz ham bu yerda abadiy qolib ketamiz. Abadiy emas. Nima, men o'lishni istamayman. Buni hardkor deb hisoblaymiz. Seni duxing yetmagani uchun hardkor qilmading. Bu zombilar bilan hardkor qilib bo'lmaydi, do'stlar. Men hardkor deb hisoblayman. Bu real life. Faqat turburchaklashib qolgan. 3-4 marta o'lib ketdik, qanaqa hardkor? Qaytib tirilmasdik hardkor bo'lsa. U videodan oldin o'luvdik. Senga bir 33 tasi yetadimi? Yo'q. Tashla. Fakir ham tashladim. Tasha. Hali yetib kelyapti. Fakir qani? Endi tushdi. Ha, yaxshi. Ana endi fakir o'zi kerak edi menga. Fakirmi? Fakir, aynan fakir. Fakir. Voy. Redstone yaxshi. Norvon bu yo'g'ida yo'q ekan, do'stlar. Sal qosa tushib ketadi. Qarada. Men bu yerga saklayman, sen esa teleport qilish. Sen esa nima qilyapsan? Water drop qilishim uchun menga faqir yo'q, faqir. Alo, temiring bormi? Yo'q. Bu zombilardan temir tushadi. Zombiga aytyapman, senga emas, bratishga. Senda gadoyning shpagi ham yo'q ekan. Gadoyning shpagi nima? Bo'ladi, musurdan olgan bo'ladi o'shani ham. Bo'la gadoni ham qo'ylaverma, uni ham. Yo'q, men uni xo'rlamayapman. Mana bu zombilarga aytyapman. Zombilar gadoydan battar. Mayli, boltam ham sinib ketsin. Keyin nima bilan yotasan? Terka ham sinsin. Yangisini yasab olaman. Men o'zim minusdan chiqdim. Minus koordinatadanmi yo minus valyutadanmi? Koordinatadan. Granitga keldim. Fakirga keldim. Tayoqcha hech qachon Qo'shib o'lib ketaydim ya. vahma qilmay, namuncha vahma qilasan. Nima o'lim? O'lishni hech kim istamaydi.
Meni ko'ryapsanmi bratishka? Ha? Men seni ko'ryapman. Qanaqadir niqobdasan. Salom. Tushma. Ahmoq. Mayli, buni bo'lmadi deb hisoblaymiz. Qani orol. World Spawn to'g'ri orolga ketmaganda. Zombilar. Yana 30 ta narvon tashlab, menga qizig'i yo'q. Zombimi, pombimi. 2,5 ta jonim bu yerda qolib ketdi. Zombi emas, pompi emas, Bambi. Ya, nima edi bu? Ustimga tushgan. Hamma joy qonab ketdi. Nima qilyapsan? Narvon yasayapman sen uchun. Nima? Kanalga hali hamon obuna bo'lmading. Yo'qqa nima tushdi? Ha, qon tushdi, zombiniki edi. Ya, Ol. Ushoqni tozaladim. Tushib ketdimi? Ha. Konda ham zombilar bo'lishi mumkin. Ana bu. Ana bo'lmasa. Men hali 3 marta o'ldim, tamom. O'sha ham videodan oldim. Obbo. Videodan keyin bir marta ham o'lmadim. Seni qarayu. Maqtanchoq, videodan oldin seni 2 mushtga o'ldirib tashlagandim. Mushtga o'ldirganing yo'q. Bittasini chit bilan, ikkitasini qo'l bilan. Yo'q-ey. Chit bilan ikkovimizni ham o'ldirib yubordim, chunki biz xavf ostida edik. Zombilarni qo'liga o'lguncha o'zimiz o'lib ketganimiz yaxshi degandi. Ya, qaltashaver. Narvonmi? Ha, narvon. Bir nechta sanoqli qoldimi? Narvon? Yo'q, cheki ko'rinmayapti. Hozir uloqtiraman, mana uloqtiryapman. Boshqa narsani uloqtiribman. Mana buni ol. Men ham shu yoqqa tushib ketdim. Qanday chiqaman? Bot 3 ta ham narvon tarallami. 3 ta narvon bilan yo'q, qana boraman. Sal qo'sa yiqilib ketardim. Fakir sendami? Bor, faqat bitta. Ber. Ay! Nega urasan? Narvonni joyiga tiqilma. Nima edi bu? 6 ta tashlash kerak edi. Yana endi 4 ta qoldi. Davay, men o'lib qoldim. Yana o'sha joyga qaytishim kerak. 4 ta narvon tasha. 4 ta. Jinni bo'lyapman men, do'stlar, e'tibor bermang. 5 ta tashlasang mayli, 6 ta tashlasang mayli. Nechta deding? 6 ta. 6 ta. Sizning qarzingiz $200. 2 ta qoldi, ha? Bunisini ushlay olmasang pachoqsan. Sen pachoq. Ko'rdingmi? Ushlay olmadingmi? Yo'q. Sen chunki botski uloqtirasan-da. Bu bilan ber narvonni. Narvonni ber. O'lasan, tegilma. Tegildim. Jonim kam urma. Tiqilma. Narvonni ber, o'zing tiqib kelyapsan. Hozir narvonni qo'yaman. Ko'rdingmi, ekspertman-da. Qanaqa ekspert? Sendan o'tib darrov. Ekspert bo'lsang biri u yoqqa qo'yilib ketdi, sezdingmi? O'zi bitta kerak emas edi. Mana ikkitasini mana bu yoqqa qo'yib qo'ydim.
Mana. Yana bitta ber Narvon. Yo, bu yoqdan sakrab chiqsang bo'ladi-ku. Narvon ber. Pastga ham bitta blok qo'ygan. Narvon qolib ketdi. Oh. Maki. Ahmoq. Ana xo'xo qaytib kelyapti. Narvonga yiqilib o'lib ketdi bu. Ahmoq. Narvon qo'yganingni aytmading. Xo'xodan o'tib ketdim. Va manzilga tez yetdim. Bir men keldim baribir. Ko'rdingmi? Ana olmos, lekin temirlik kirka kerak. Oo, nimani top? Voy, men kirib kelishim kerak endi. Ana bu yerda temir ham bor edi. Ana bu yerdami, shu yerdami? Qo'yta. Nima? Qo'yta. Mayli, qo'ytami, 5tami, qottami, Oh, 8tami? Ko'rdingmi? Makillayapti bu. Narvondan shuncha tepaga chiqishim kerak. Oltin topdim, lekin temir topmadim. Oltin topdim, konlari bir qancha. Sindiray desam, kirkasindi. Vay! Ana! Topdim. Qilich yasay desam, qilichga yetar. Toshlarim keyin tugab ketar. Yo'q, tugamas ekan. Bolta yasab olsam ham bo'lardi. Voy. Narvondan tushish bo'yicha ekspertman, lekin chiqish uchun tepa qila olaman. Albatta, lekin bunaqa qilmayman. Bu redstone toshli kirkada sinar ekan. Yo'q, sinmas ekan. Bular lekin yoritadi tegilsa. Hech narsa ko'rinmayapti. Navbatda hozir temir. Xo'sh. Navbatda hozir temir ko'rdim sizlarga. Men buni bla. Voy. Nayli, endi pulim qolmadi deb mana bunaqani. Yo. Yog'och yetadi. Yo, men o'tin olishim kerak. O'tin fakel qolmadi. Kerak bizga bitta fakel. Fakel. Pastida ham bor ekan. Ana temirjonlar. Baliq. Kerak menga baliq. Hamma. Bu kichkina bundan bu baliqdan baliq. Men buni pishiri. O'zi bor ekan u. Davay, manas. Hech bo'lmasa 4ta. Yo'q, ana endi 8ta. Mana 8ta paket. Hozircha. Ana, tez tushib oldik. Menda fakel bor. Fakel. Yaxshi baland. Torch. Bu yog'iga temir. Olmos. Olmosga tegilma. Olmos o'zi hamma joyda bor. Olmoslardan keskin idisham sheringiz yo'q, u yog'ini aytmayman. Kim böyle tez taqdiringiz. Bosmachilar she'rini kim bilsa, buni ham davomini biladi. Albatta bosmachilar she'rini to'liq ana u Muhammad Yusufmi kim yozgan edi? Muhammad Yusuf Tochna topdim mana. Ana u yoqda menimcha lava bor. Hamma yoq qorong'u. Granitdan uy yasaymizmi yoki otarib boraymi lavaga? Yo, otarma lavaga. Boshqa toshni otardim, garang. Shevada gapiryapti, tushungan tushundi.
Tushunadi. Oltin. Men ham topganman oltin. O'sha oltin bo'lsa tegilmas. Chitdan fakel olaman, seni bilmayman men. Hechga tegilmas. O'tin bormi, o'tin? Ortiqchidayam men. Menga bitta yog'och ber. Yog'ochmi? Bir dona fakel oldim. Mayli. Xo'ga hozir yog'och boramiz. Bitta, chitdan emas faqat. Lavani oldiga kel. Berildimi senga? Berildi, bo'ldi. Qaytadan chit yozamiz. GUS torch bu safar 20 tacha yetadimi? Chit yozma. Hop, bu so'nggi marta. Yo'q, bo'lmaydi. Davay, men yangi joylarni ochdim. Fakel bilan. Fakel. Bu temirmi, oltinmi? Oltinni o'zimni kirkan bilan sindira olmayman. O'zimning kirkam bilan oltinni sindira olmayman, chunki meni kirkam prostoy. SSSR davridagi musur. Yo'llar sendan zo'rlagan bildik. Oltin yaxshi. Oltin bu yoqda yaxshi skin o'zgaribdi. Effektlari baland bu yoqda. Effekt deyiladi. Effekt. To'xta persona. O mana temir. Mana Temir so'rasang beraydim, gadoymisan? Qanaqa gadoy? Seni o'zingni gadoy. Bittami? Bitta? Ana u yoqda ham bor ekan, dumalog'i kim ko'rgan bu? Bilim qolmadi degan qo'shiq kim eshitgan? Eshitganlar kommentda yozsin. Men o'sha qo'shiqqa eshitganman deb. Bilim qolmadi. Bilim qolmadi, mitkaga menda pul qolmadi. Demak, u gadoy ekan. Sen gadoysan, gadoy xo'xo deganlar bitta kommentda. Oh my god! Mana temirlar koni. Mana. O, yana bitta olmos ko'rdingmi? Bunaqa bo'lmaydi-da. Biz omadli insonlar. Yana bitta. Mayli. Ko'rdingmi? Xo'sh, mana tepaga yana chiqib oldim. Bu safar tushib ketmayman degan umiddaman. Pechkalarni ham kam. Pechka bitta yetmaydimi senga? Yo'q, bitta degan narsa Kam degan narsa degani. Senga bitta narsa. Hammasidan. Menda hali ham ikkita pechka bor. Hammasidan bir 100 tadan bo'lsa, ana bu senga. Yo'q, 6 tadan. U ham kam senga. 6 tadan. Mana. Yetmaydi, bo'ldi. Mana senga olam temir. Og'zingga siqqanicha chaynab ye. Charkol menga kerak edi. Olib ketdim, uxlatdim. Shuncha temir. Mitkaga men uxladi. Nima dedan uxladi? Charkolga uxladi. Charkol sen uchun edi. Gunpowder yasadim. Gunpowder emas. Böyle bilmaganimiz. Ikkovimiz kondamiz. Temirlarni qaziyor. Aytgancha do'stlar, bizning asosiy maqsadimiz qurol yasash. Yo'q. Aytganda ikkinchi maqsadimiz ham bor edi. O lapis lazuli. Buni sindirish uchun menga temir kirka kerak. Battar bu. Sen o'zing battar bu. Sen shuncha qo'yib bo'ldi. Yana qayoqda yoritay? Shu yoqda bir yorit. Ey, so'kinma. To'g'risini aytyapman-da. Ana bu yerda men peshka zavod qildim.
Obbo, u tushib ketdimi? Davayte, mana buni sindiramiz. Ovozim o'chib qolgan. Balakat. Ovozim o'chib qolgan bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Okey. Not approved. Bla. Tinglamanglar so'zlarini, xoxona achchiq gaplarini. Kayfiyatni ba'zida ko'tarar va ba'zida tushirar. Shuning uchun biz bir jamoamiz. Xoxo bilan to'g'risi video olayotganda zerikmayman. Avvallari bir o'zim olardim videoni, hozir Xoxo bilan olishimiz sababi shundaki 150 ta obunachiga erishdik. Obuna bo'lgan hammalaringizga rahmat. Men bu yerni sindirishda davom etaman. Temirning orqasidan oltin chiqdi. O'lim, sizdan zo'r yo'q. Shu yerda verstak bilan pechka yasab olaymi? Tepaga chiq va pechkani ko'rasan, Pechkani qichig'i bormi? Pechkani qichig'i borda. Qara. Bir 10 ta yasagan bo'lsang, lekin kallangni olaman. O'lib qoldim. Qara endi pechkalarga. Mana buni pechka deydilar, mana bularni pechka deydilar. Men hech narsani ko'rmayapman. Tepaqa? Yo'q. Men boshqa joydaman. Tepaga chiqdingmi? Mana seni ko'ryapman. Men ketdim, mana endi seni orqangda paydo bo'l. Voy, buncha pechkani nega yasaysan? Ey, xudoyim. Mana shunda pechka deydilar, garang. Nima qilding? Bitta temirga uxlading. Siqir. Yo'q, seniki mayli. 15 tani bittasi seniki, qolganlari meniki. Nima? Hammasida temir, bittasida oltin bor ekan. Pastdagilari hammasi oltin. To'xta. Men ko'mir kerak. Ko'mir kerak. Men u o'lib qolgan joyimni topib olay, keyingi videoni keyin davom ettiramiz. Yo'q, aytgandek men kirka yasab olishim. Bo'sh pechkang bormi? Hammasini bor. Qani? Mana bu menimcha. Yo'q, bu emas. Nachinchi qatordan nechinchi? Eng tepadan 2 ta. Bular ham to'la-ku. Eng tepaga 2 ta bor. To'la emas. Uloq deyapsan. Men o'ldim. Bor-ku bularda ham. Padaga 2 tasi bor. Ana bu. Oldida o'tiribsan, deyaymi? Men vanga emasman. Bo'ldi men. Ana bu ko'mir to'la ko'lni zombilar bosib tashlashdi. Bitta oltinni olib joyiga 14 ta temirni solib pishirib olib, oltinni yana joyiga solib qo'yaman. Oltin ham keyin pishadi. Mazalidan, zo'ridan bo'lib pishadi. Buni pishgunicha men videoni to'xtataman. Jon ukajon, menga ham bitta olmozlaringdan ochki yasab ber. Yo'q. Tungi ko'radigan. O'lding-a? O'z Ha, akangdan o'ldim. qizg'andik. O'ldim. Sen yog'och bermaganing uchun o'ldim. Yog'och beraman, yog'och Undan kerakmi? keyin men to'pol yasab o'ldim. Kerakmi? Ma, Ber. olmos ber, 2 ta, hammasini berib yuboraman. Tasha. Hozir. Palka tashlasang ham mayli. Nashta palka, 2 dona Bitta bor. bo'lsa bo'ldi. 2 ta beraman, olmos ber, o'zim yasab olaman. Keyin o'zimga qolmaydi-da. Ay. Men ay deyishim kerak edi aslida. Lekin bitta olmos yetmayapti-da, menda shu 3 tada. Ana o zombilarni maqay. O'zimga tunga hech qolmaydi. Olmos, ukajon. Menda esa Ukajon. menda bitta qoldi. Ukajon.
6 deydi chog'i, a? Ko'rmasam. Bitta ekan. Nechta oluvding olmos o'zi? 6ta. Ana endi zombilarni makillatib kelaman. Tushunmadim. 6 ta olgan bo'lsang, 3 tasini nimaga ishlatding hozir? Qo'limda turgan narsaga ishlatdim. Xo'sh, achka yasash uchun bizga Temirni bo'lakchasi ham kerak. Kellaring endi sanlar bilan hisob kitob qilaman. Makillaysanlar. bolta yasabdi-ya. Men buni kiyib olsak hamma joyini yashil ko'rsatadi. Hozir buni kiymaymiz. Qorong'u bo'lsa agar yaxshi. Makillaysan. Men bu temirlarimni olib olay-da, Makillaysanlar. Mayli, bu yengadi. oltin makillaysanlar. pista mayli, yetadi. Oltiningni pishirdim. Pishirgan bo'lsang, sen endi pishiraman. Men o'lib ketgan joyimni topib olay. Men mana bu zombilarni makillatib olay, ko'shdan. Mayli. Yordam beramiz senga. Voy! O'ldirib yubordi mana bu seni. Makillataman hozir. Bizda anaqa world spawnimiz ana shu yo'q ekan demak. Nega 00 emas? Men mana shunisiga hayronman. Qayerda yorota tirilasan? Komdagi o'lib ketgan joyimni topib olay-da, keyin videoni davom etaman. Do'stlar, shuncha qidirib nihoyat topdim. Mana men versta. Shuncha qidirganing yo'q. Arvoh bo'ldingga tamom topding. Ha, to'g'risi. Lekin arvoh bo'lganimda ham ko'p vaqt qidirdim, sen yurganding. Men hali sharsharadan endi kirdim, endi chiqyapman, sen topib bo'lding. Nohaqlik qilma, obunachilar yig'laydi. Menda tayoq uchun menda yog'och bor. Yog'och. Hayriyat, o'zim bilan har baloni olib kelibman. Mana. Ko'mir yaxshi. Buni tosh kirka bilan sindiraman. Qo'lim bilan olib o'tirmaydi. Tepada nima bor edi? Yosh, men olmos ko'rgandim. Sen uchun bitta olmos topib kelaman hozir. Topamaysan, imkoning yo'q. Topa olaman, imkon qanchadir sana. Men shu yerda world spawnni to'g'rilab olayda. Yo'q, world spawnga tegilsang o'ldiraman. Mayli. O'zimni world spawnimiz, senikini emas. Sen makillaysan, o'shanga tegil. Mak degan gap ko'p aytmadingmi? Bergan olmoslaring evaziga oltin beraymi? Oltinni? Astag'firulloh qilamanmi? Yaxshiyamki olmos bolta taqlaman. Buni qaranglar, priyatni cho'padi. Lapis lazuri, albatta seni tashlab ketmayman, bo'tam. Sen bizga qurol yasash uchun asosiy narsasan. Kerak. Bitta rudadan 10 ta chiqar ekan. Qog'oz ham kerak bizga. U uchun men ana bu shakar qamish ekkanman. Qamish bor edi-ku haqiqatan. Ekkanman, qo'yibman. Oho. Ana bu yerga tushib qolaydigan modni ham qo'shsang cho'tki chiqadi. Keyin narsang devor bilan chachishsa topolmay yurarding. Narsang chachishsa. Devorga qo'shilib keta. Mana bu yerda ham. Blok qo'shilib ketmas. Blok ham qo'shilib ketadi. Mayli. Bloklar chachishsa topolmas eding. Mak. Makilla. Mana bu tungi Makilla. Menda 302 ta redstone dust bor. Durust. Redstone dust hozir menda ham bo'ladi o'sha. Lekin yorug'lik manbaim o'chib qoladi. Agar bittagina yorug'lik bo'lsa, bu sizlarga ko'rsatishi mumkin yo'llarni. Yo'llaringiz yorug' qilib beradi bu.
Chidab tur sindir. Temir ekanmi? Menimcha Temir o'sha. ekan, temir. Ana u yerdagi redstone do'stlarni yoqib olay. Meni hamma narsamni qaynatib berasan. Redstone do'stlarni yoqib oldik va Meni hamma narsamni qaynatib berasan. Shartim shu. Olmos qimmat turadi, bilasan-a? yo'q Hamma narsamni qaynatib berasan. Senga ahmoq bo'lib berib o'tiraman mana. To'xta, menga bitta ortiqcha olmos berding. Endi buni nima qilaman? Bitta ortiqcha berganim yo'q, o'zing topgansan. Yo'q. Ha. Obunachilar aytinglar, topganmisa. Sen berding. Mana shuni. Meni ko'nglimni ko'tarmoqchi. Seni ko'nglingni ko'taradigan yagona narsa men 100 tami temir topdim. Bu juda ham ortiqcha yorug'lik taratyapti o'zidan. Buni biz teparoqqa ulasak, natijada yo'q. Bo'lmagani yaxshi ekan. Yo'q, bo'lgani yaxshi. Tungi ko'radigan ko'zoynagim yaxshigina ko'rsatadi menga buni. Xo'sh. Temirlarni menimcha hamma temirlarni sindirib oldim. Endi esa Xo'xoga shunchaki teleportatsiya Oyog'ingni sindirib olmadingmi, toyoqcha? Kimga aytdi hozir bu gapini? Senga aytdim, kar. Tiqilmay ular. Voy. Men tushib ketyapman. To'xtanglar, bu Night Vision degan nimamni hechmasam qarang, hamma yoqni yashil ko'rsatyapti bu. Buni qo'limga invertorga. Sen allaqachon bularni yasab oldingmi? Malatsi, sen uchun bitta olmos, o'zingga achki yasab ol va Achkini tiqamanmi, savolga qiziq. Yasab oldingmi? Yo'q. Yasa, konga tushganingga kerak bo'ladi bu. Ammo workbench. Ana kallamda turibdi. Voy, hamma joyi ham yashil bo'lib ketdi. Men ham yashilmanmi? Qara. O'zingda achki bormi yoki? Bor, yasab olganman. Taqqansan demoqchi edim. Taqsam xunuk ko'rinar ekanman. Yo'q. Zo'r ko'rinayapti deng. Qaranglar-da, buni ko'rinishidan ikkita ko'z borga o'xshaydi, taqqanda 3 ta ko'z bo'ladi. Qaranglar. Qo'limda ikkita ko'zlik-ku, sen taq. Yo'q, bo'lmaydi. Mana qay. Taqdim. 3 ta ko'z. Ko'rdingizmi? Xatosi. Xo'sh, bular. Tam. Menga vaqti giper temir ber. Sen mendan qarzdorsan. Bilaman, 21 ta pishmagan xom temir bor. Hozir. Ana bu bittasida temir qaynayapti, o'shanga qo'y. Mana, ol. Bittasida temir qaynayapti, pechkani o'shanga qo'y. Ol, o'zing olsang qarzimdan qutulaman. Bo'ldimi? Yetadimi? Bo'ldi, yetadi. Olmosingni bittasini qaytardim ham. Lekin u kreditamda. Aytgancha qurol yasash uchun bizga kerak bo'ladigan asosiy narsa yo'q. O'sha asosiy narsani. Asosiy narsa senda bormi? Gunmetal angot. Yo'q. Yasaydigan apparatni aytmoqchi edim men. Ahmoq. Men tungi ko'radiganlarni taqayda. Tungi vaqt bo'ldi, zombilar ham bizga tashlanishni boshlashadi. Bu oyning yuzida yaxshi ishlaydi. Qonni ichi zimiston qorong'u bo'lsa, buni umuman foydasi tegmaydi. İşte udarda zombini o'ldiryapti, yaxshi. Jon ketar ekan. Mana senga granitimni qo'ydim. Ko'mir ko'rgandim, shu uchun tushyapman. Yaxshi, balon ko'mir topibdi. Ko'mir qani?
Yeb ketibdi bittasi. Ko'mir olib ketaman degunimcha bittasi. To'xtanglar, men balig'i universitetda olib yurguncha yeb qo'yay-da, bo'lmasa ortiqcha muammolar tarqatadi. Tuzoqqa tushdilaringizmi, zombichilar? Zombilar g'irt ho'kizda. Shu gapimga kim qo'shilsa albatta deb kommentariyada yozib qoldirsin. Bu nima? Yozmayman, lekin yozmayman. Ha, to'g'ri. Sen yozmasang ham bo'ladi. Chunki seni yozganingni bitta aniqlayman. Yo'q, men fikrimga qo'shilmayman demoqchi edim. Biz zombi ho'kiz emasmi? Yo'q. Zombi molda. Molmi? Mol. Nafas olishim kerak. Batar. Mana bundan nafas. Ay, o'lmay qol. Nafas olishim uchun mana bu magma blokni sindirib olaymi? Menga ham ko'miram kerak, ana u joydan ko'miram olib kel. Ko'miram. Ham yorug'lik beradi, ham nafas beradi, ham udar beradi, udar. Bu blok shunchaki dahshat desa ham bo'ladi, mo'jiza desa ham bo'ladi. Mo'jiza gar bilsangiz bla 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 bla. Ha, mo'jiza gar bilsangiz bla bla ekan. Ana bitta generli gapi. Eslab qolinglar keyin eslab. Qanaqadir she'r bor edi-ku, tuzda qahramon deganmidek. Mana bunday shiftni bosib o'tirsa, gapni ko'paytirma. ana nafas olib olishga ulgurdik. Hozir baliq chiqib qolsa edi, baliq. Biz suv bor baliqlarni hammasi mana bu magma blokni deb o'lib netib qolganda. Netibmi, bechoralar? Voy, bechoralar. Voy. Kaktus topdi. Ko'mir. Ko'mir kerak. Kaktus ham topdi. Zombilar meni yeyish maqsadida shu yoqqacha kelibdi. Kaktus topdi. Senlarga go'sht bo'ladigan, ovqat bo'ladigan ho'kiz yo'q. Aytganda zombi go'shtini pishirsa bo'ladi, otki. Voy, granatang bormi? Yo'q. Men o'lja ko'rdim. O'ljalarning soni ming qancha? Magma blokni olib olayda. Magma blokni, ko'mirni sindiraymi yo ularni olaymi yo? Ko'mir qochib ketadi, zombilar topiladi, do'stlar. Mana bu mana buni sindirish. Mana buni sindiramiz. Mana shuni sindiramiz. Hammasini sindirib bo'lgach, voy. Ketma, ko'mir menga keraksan. Temir ham bor ekan, ko'mir yonida temir. Ko'mir va temir yonimda. Yalla bobo, yalla. Ko'mir temir yonimda. Yalla bobo. Ajoyib qo'shiq bo'lyapti. Mayli. Ayrimlari o'lib ketyapti zombilarda. Magma blokka qovurilyapti ular, men esa qovurilmay o'tiribman chunki mayli 7 ta yetadimi bro? Yo, dashi. Yarimta jon. Efen fal qildi. Bir 5 ta non olaydi chit bilan. Bu Chit dedingmi? Hozir sen chit qilaman. Ha, bo'ldi, chit bilan olmayman. O'lib ketdik. Drabash yasaymi yoki ati? Bence ati yasa qolay, drabash. Ha, drabash lekin bitta o'ldiradi. Uyquni yasash problema, chitdan olmaymiz. Menda ko'mir bor. Fakirni ketar. Fakirni olayda, fakir. Temir ham tepa. Fakirsiz ham endi ko'ra olamiz. Buni buzib oldim. Yaxshi. Fakir yo'q. Sezyapsanmi?
Ko'mir ham ber, ko'mir. 7 ta bor, hammasini beraman. Hammasini ber. Og'ir paytda yordam berding, men ham senga yordam beraman. Bu yerda nimalar bor? Sen bilishing kerak emas bo'lgan narsalar. Aygun Workbridge. To'xta. Aygun Workbridge nega ko'rsatmayapti qurollarni nimasini? Senda chunki ko'rsatyapti. Bu bo'lagi ham yo'qmi? Meni shu darajada past ko'rding, ha? Menda hech bo'lmasa lapis lazuri bor. U bilan esa lapis lazuri yasa. U bilan esa blueprint for. Qo'lingni ko'tar. Menda pistolet bor, qo'lingni ko'tar. Bitta ko'ray. To'xta, bu pistolet emas-ku. Pistolet. Pistolet ko'tiku bu. Kelishyapti. Pistolet. Mayli. Blueprint for guns degan bir baloni. Menga ko'mir kerak, chunki ulas kerak-da. Blueprint for mana guns. Qog'oz kerak. Meni bambuklar Qilma, qo'yaman hozir joyiga, o'lding ha. O'ldim. Qo'ydim mana ekdi. Hozir zombilarni makillataman. Makillataman boltam bor. Olmos bolta uzoqqa bormasak kerak. Men hozir ko'z o'ynagimga yetishim kerak. Yo'q. Ha, botyapti oyli quyosh ham chiqyapti. Lekin biz kechirasan. Kechirimingni pishirib ye. Yeyman, ber. Kechirim, qanaqa kechirimlar senga kerak? Oddiy prostoymi yoki sen so'ragandanmi? O'zing bilib o'tiribsan-ku. Baliqni tutaman. Nima qurollar qaysi joyda? Yo'toqdami? Salmon. Sonra dehqonlar qayoqda demoqchi edim. Suyak bor. Baliqni suyagi. To'xta, men ana uzoqda. O'zim o'ylagan narsami bu? Aviyam yasamoqchi bo'lsang, senga bitta detal beraman, bo'ladimi? Bo'ladi, grip bo'lsa albatta. Grip emasda barrel long. Menga o'zi barrel medium kerak ekan. Barrel long yasab yubordim. Qanisan, barrel longni sandiqqa qo'ydim nima desa. Kelib olarsan, ha? Meni xatoyim mitkaga yordam bo'ldi. Qaysi xatoying? O'sha barrel medium yasashim kerak edi. Barrel long yasab qo'ydim. Menga yordam bo'ldi. Katta rahmat, ukam. Bunyam. To'laysan. Ko'mir bilan to'laysan. Ko'mir senga. Menga vaqti kerak ko'mir. Odamga ketyapman, qo'rqma. Ovqating bormi? Ovqatlar teryapman o'zi, suv, dengiz mahsulotlari. Men hal ko'mir. Bilmaganlar bo'lsa, bu barglarni pishirsa ovqat bo'ladi. Zombi go'shtini ham pishirib yesa bo'ladi bu modda. Ha, bizda qurol yasash modi bor. Ha. Bizni asosiy maqsadimiz birinchi qismda miltiqlar yasash va ikkinchi qismda esa albatta zombi bossni o'ldirish bo'ladi. Zombi bossni esa keyingi videolarimizda ko'rasiz. Hozircha shu videoga like bosinglar. Like'ni meni pisand qilmay, videolarimni ko'rmaydiganlar ham qanchadan qancha. Videoyimni ko'rib turib obuna bo'lmaydiganlar qanchadan qancha. Xo'sh. Va menga izvatsiya qilib dislike bosadiganlar ham qanchadan qancha.
Yo, umuman dizlak bosmagan bu. O'zimni ukamda, ukam bo'lmaganida aniq bilaman dizlak bosardi. Ha, to'g'rimi? Voy, men tepaga chiqishim kerak. Voy. Nazarimda men ham. Xon baliqni yeyishdan boshqa iloj yo'q. Baliqcha. Dagi, mak. Sendan go'sht Makaron. Falonchi falon. Yine go'sht pishadi deb eshitganman. Bu rostmi? Ko'tan. Mak qilyapsan. Go'sht pishmadi. Yaramas. Meni o'rab olishyapti. O'rab qavrab chirmab olishyapti. Baliq. Ovlagan balig'im qani? Topdi mana. Bu modda haqiqatdan bolta bilan sakrab o'sang istedi o'ylarsan. O, mana men to'plagan barglarim nihoyat suvdan tepaga chiqqisi kelib qopti. Hammasini yig'ishimiz kerak. Bular bizga anchaga yetadi. Bu barglarni pishirsa bo'ladi. Hozir men o'lib qoldim. Yo. Mayli, suvni tagiga tushim kerak. Men mana. Voy, sen qayoqda eding? Suv tayda. Zombilar, hammangni, onangni. Onasida bo'ldi. Qizishib ketdim. Onasida aybi mana shularni tug'ib katta qilganida-da. Ey, shuncha zombilar. Bitta ko'mir kerak menga, ketizroq. Bitta ko'mir. Gunmetal ingot uchun bizga ko'proq kerak. Bitta ber temir iltimos. Bitta ber. Bitami? Bitta ber temir. Ko'mir. Ko'mirmi, temirmi? Ko'mir. Temir kerak. Ko'mirni nima qilasan? Temir yoqardi senga. Bitta kerakda qurol yasashim ya. Qornim och qolyapti. Ana bu yotamsan. Ko'rdim. Qanaqa o'tda? Zombilar tiqilyapti. Suvni taydamisan? Voy. O'xti. Endi bular menga keldi. Bu nega bu yerga tushdi? Nima yapti? Qum, sen qildingmi? Hozir o'lib ketaman. Qanaqa qum? Ey, tepadan sen shunaqa narsalar tushib ketdi. Zombilar ko'payganiga shunday bo'ldi. Voy! Yo. Meni tinch qo'y hammang. Bo'lmasa bir uraman. Boru go'ringga kirganingni bilmay qolasanlar. O'ldim men. Davay, kelinglar, hammalaringizni yig'aman. Ekskursiyaga boramiz. Menga bitta ko'mir ber. Mana men videoni davom etyapman. Mitka, sen masluqsan. Hozir men ikkita qurol yasayman. Qara. Ha. Mana. Bitta. To'xta. Mana bu senga. Nima bu? Glock berma, o'zim yasayman. Pistolet ham yasab ulgurdi bu. Lekin o'qib ekan-da. Hozir men ham yasay. Sen masluqsan, masluq. To'xta, grip kelyapti seni, boku. Grip sandiqdagi toshim bilan tayog'im qani? Tosh bor. Oyog'ing qani? Bittagina tosh ber. Tosh. Mana senga 20 ta tosh. Cho'ntaginga siqqunicha ol. Meni zaryadam tugayapti. Senda ham shu muammomi? Birinchi qism tugatish.
Vaqti yetdi menimcha. Xayrlashib ol, ikkinchi qismda o'zing yashaysan qirol. Xo'p, xo'p. Yo'q. Ikkinchi qismda men pistolet yasayman. Hozir men seni bitta urib o'ldiraman. Yo'q, otib o'ldiraman. Yo'q. Boltan to'g'ri ketmasin. Menda grip bor. Xafa bo'lma bitga. Galang Eshitmaydi bu yerdan. Berakelga. Xafa bo'lma bitga. Hozir galang teshaman. Ey, yo'qol bu yerda, men narsa yasayapman. Sen. Hozir o'ldirar ekan. 7 o'q sarfladim. Tez otib tashladi-da. Ayda kablo otaman. Sho'g'ay qaysi yo'qshiro? Ey! Otma! Meni otma! Men narsa yasash bilan bandman. Meni urding sen, bilasanmi? Meni telefonim zaryadda. U zaryadkaga qo'yib o'ynasam? Zaryadkada qo'yib o'ynamasam hozir videomizni tugatishga to'g'ri keladi. Tugat. Men shuni Sen orolchaga chiq, keyin tugataman. Men telefon qilma. Xastaman. Ana kichkintoy bitta ko'k. bu zaryadda bo'lgani uchun shunaqa bo'lyapti. Tepaga chiqib ol, tepa qilaman. Tez bo'l. Tepeni komandasini yozaver. Tepa qil. Mayli, xayrlashamiz. Hozir men qurol yasab olay. Menda ikkita patron Glockka, bitta patron Kalashga. Xo'sh, grip bor, plastik polimer. Xo'sh. Ana bu ikkita, ana buni bosib yuborsang-da, kiya ekan. Invertorda bo'lsa ikkita bossang kiya ekan. Ko'ylakni. Obbo. Men Yomg'ir yog'ayapti. Hozir havom to'g'rilaydi. mana polimer. Stok sniper polimer uchun bizga Videoni iltimos. Do'stlar, bizda yetarli, menda hamma narsa bor va men qurol yasashni boshlayman va mana bu qurolni yasayman. Menga bitta qaramitga. Qoch endi. Sen men bilan o'ynashyapsanmi? Ha, o'ynashyapman. Davay PUBG o'ynaymiz, do'stlar, PUBG. Davay, suntaga kirib oldim. O'pkab turmasdan, davay, ot. Oti bilasanmi? Hozir u qayoqda? Mana topdi. Suntaga ot bilasanmi, davay. Ot davay. Ot olmaysan. Tegma. Buni nishonlagachi yo'q, do'stlar, snayperni. Davay. O'qlarimni sovuryapman seni deb. Davay, ot. Suvni tagida o'q ta'sir qilmas ekan, chiqishini kutamiz, davay. Tegdi, yomon tegdi. Ko'rdingmi? Headshot tegibdi. Sen headshot deb baqirganing bilan chaqmoq chaqdi. Ko'rdingmi? Chitga headshot deb chiqdi. Obunasizlar ko'rdinglarmi? Miltiq bilan har qanday miltiq bilan otsa shunday deb chiqadi bilsangiz. Har qanday emas. Men senga kamroq o'q sovurdim. Shunday headshot bo'ldi. O'zi aytdi-ku chitda headshot bo'ldi. Mana senga hozir Laki. Headshot qil. Otlasam, keyin pistoletda otasan. yo'q, World Spawnni mana shu yoq qilib olayda. Pistoletda otaman, keda. Otmisan u.
Davay ke. Uni taporda yo'yaman. Bildingmi? Qani taporda yoy qani? Yoy olmaysan taporda. Sen qochma lekin. Qanasan sen? Voy xo'xo, qayoqda endi u? Shunaqa moshina o'qib. Nafas ol. Oh, la'natini o'qi qolmayapti. No. Nafas ol. Tush. Yo'yam sozitgan. Davay ke. Otilgan payt snayperingga qaradim. Qani u? Qochib ketma. Nafas ol. Men nafas olishga chiqdim. Oqsoq yog'i. Olmas tapor bilan chopaman. Xo'ho diyet deb o'tiribdi. Sen otganga. So'nggi o'qwa. Bo'ldi. Men boshqa senga otadigan o'qim yo'q. Videoni tugatishimiz kerak. Davay, sen o'l tugataymiz. Tamam, men yutdim. Ko'rdingmi, olmos taporda cho'chdim. Taporda cho'chdim men. Ko'rdingmi? Makilaysan. Xo'xo, zombiga qarshi kurash. Meni urguncha. Shqilichim sinsin senlarni deb. To'xta, qanaydir otib olaylik. Mana bu chinakam zombi apokalipsis do'stlar. Bo'ldi va biz videoni tugatishimiz kerak. To'xta. Men otaman mana buni. Men kamerani to'g'rilab olay. Xullas do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va ana shu videoga like bosing. Ko'rganingizdek biz zombi apokalipsisda miltiqlar yasadik. Keyingi videoda albatta biz zombi bossni yo'q qilamiz va men bitta pistolet yasayman o'zimga. Keyingi videoda ko'rishguncha. Haye! Xo'xo. Qochki. Obbo seni. To'xta, kamerani to'g'rilab olayda. Belle, men Minecraftdan chiqaman. Xo'sh do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va mana shu videoga bitta like bosing. Aks holda siz mana shu snayper bilan bitta o'qiysiz desam albatta hazil. Kanalimga obuna bo'ling, videoga like bosing. Keyingi videolarim hali oldinda. Afsuski bugungi videoda men mana shu personajim bo'la olmadim, chunki mana shu miltiqni modi tufayli meni odamim Steve bo'ldi. Mayli, hammangizga xayr.